Assalomu alaykum, ekran oldidagi kompyuter havaskorlari ham o'qirmanlar. Bugungi soat darsimizda sizga Windows 10 mashg'ulot sistemasidagi muhit miqdorlarini tunishtiraman. Siz kompyuterga nurg'ulg'an program qachilaysiz. Masalan, mushu Microsoft'niki bu Word application deymiz, xat yazık bitirib qiladigan sistemasi yoki program laylaydigan Java sistemini qachilaysiz yoki hozir naiti moda bo'lib atgan yana bir xil program laylash tili Python deymiz, shuni qachilaysiz. Shu programni qachilash jarayonida sistemadan sizga shu sisteminingki muhit miqdorlarini o'zgartishni yoki muhit miqdorlariga ma'lum uchurni qo'shishni talab qiladi. Men bugun sizga shu Windows 10 sistemasidagi ko'p uchraydigan muhit miqdorlarini tushuntirib o'taman. Buningki inglizchasi Windows 10 Environment Variables deymiz. Undaq bo'lsa, bu muhit miqdorlariniki zodi qandaq roli var? Muhit miqdorlariniki roli, siz ma'lum bir programmani ijro qilgan vaqtingizda shu programma qachilangan mundarjaga kirmay turib, xohlagan vaqtda ijro qila olasiz. Masalan, men tuanda oldi bilan sizga bir misolni tushuntirib, ondan ko'p uchraydigan shu Windows 10 sistemasidagi muhit miqdorlarini tunishtiray. Men oldi bilan Windows'daki bu DOS buyruqlarini ijro qiladigan ko'znakni ochdim. Masalan, meniki shu kompyuterimga Java program laylaydigan sistem qachilangan, ham Python qachilangan. Undaq bo'lsa, men hozir tuvanda bir buyruq bilan Java programmasininki qachilangan nusxasini ko'rib baqay. Bunu mesela biz Java teritatif version deb bassak, enter'ni bastım. Bu sistem hazır Java'niki qachilangan sistemasi tipi 1.8 ekan. 64 tiplik sistemini qachilabdiq. Undaq bo'lsa, bu Java programning o'rni qayerda? Masalan, men DOS holatda bir buyruq var. Echo degani ekranga besib chiqirman degan gap. Bu program belgisi, andın Java, bu home. Yani Java qachilangan programiniki o'rni degan gap shu. Enter'ni bassam, amaliyat ko'rib turibsiz, bu Java'niki qachilangan o'rni bu C diskininki program files degan mundarja. Bu mundarjaning ostidagi Java'ning ostidagi bu JDK degan mundarja. Lekin men ustida mayaqdagi Java version'da bassam, bu mundarjaga kirmay turib, mushni bassam, bu Java'niki qachilangan tipini chiqarib beradi. Bu yerdan nima demoqchi deb balkim so'rashingiz mumkin. Odatda siz programni ijro qilganda, cho'qim shu programni qachilangan o'ringa kirib ijro qilasiz. Masalan, men asli Java'ni shu programning o'rniga kirib mundarjaniki ondan ijro qilishim kerak edi. Lekin Java'ni o'zimning mundarjaga kiribla ijro qilsam ijro bo'ldi. Demak, shu Java programmasiga biz bir muhit miqdorini bekitib qo'ydik. Masalan, yana birini ko'rib baqayli. Sistemaga Python qachilgan. Masalan, Pythonga bu Python buni yine Python version deb bassak, Python 2.15 mushu nusxasi qachilanibdi. Albatta, Pythonniki qachilangan o'rinni men sizga ko'rsatib qo'yay. Pythonniki qachilangan o'rni bu yerdan ko'rib turibsiz. Python masalan mushaqdiki bu C diskiga qachilangan. Albatta, men Pythonniki mushu nusxasini shu C diskiga kirmay turib, C'ning ichidagi user degan mundarja, uning ostidagi Selenium master degan mushu mundarjani ko'rdim. Demakchi,
Windows sistemasiga siz ma'lum bir programni qachilaganda, shu programni xohlagan o'rinda ijro qilishingiz uchun shu sisteminingki environment variable, ya'ni muhit miqdorlarini belgilashingiz kerak. Undaq bo'lsa, men tövəndə sizga shuni tushuntirib o'tay. Ya'ni Windows 10 environment variables. Bu inglizce, Uyg'urchasi Windows 10 mashg'ulot sistemasidagi muhit miqdorlari. Odatda Windows 10 sistemasidagi muhit miqdorlari 3 xil bo'ladi. Ya'ni ishlatuvchi ham sistemaga xos miqdorlar. İkincisi ishlatuvchiga xos miqdorlar. Üçüncüsü sistemaga xos miqdorlar. Odatda Windows sistemasida nihoyatda jiq shu muhit miqdorlari bor. Tövəndəki bu ekranni ko'rib baxsangiz bo'ldi. Masalan, shu to'rbetdan bu Microsoft shirkatininki to'rbeti, shu to'rbetdan environment variables deb bassangiz shu maqola chiqadi. Bundan ko'rimiz, masalan, bu ko'ringan context tang user and system degani ishlatuvchi ham sistemaga xos bo'lgan. Ikkinchisi context tang user degani ishlatuvchiga xos bo'lgan. Context tang system degani faqat sistemaga xos bo'lgan. Albatta siz ko'rib turibsiz, bundaq sistemaga xos bo'lgan miqdorlar intayin jiq. Bu miqdorlarningki hammasini siz esingizda tutib olmaysiz. Misol uchun, mayaqdagi bu bir belgi bor ekan, masalan CS ideal font deydi. Agar masalan shuni men hozir ekranda bossam, shu C Windows aslidagi bunday chiqib ekan. Ya'ni shu sistemadagi xat nusxalariningki qaysi mundarjaga ko'chirilganligini ko'rmoqchi bo'lsam, shuni ijro qilsam bo'ldi ekan. Misol uchun ijro qilib boqaylik hozir. Men ekranni men kichikroq qilay. Masalan, echo deganni besib, ondan siz environment variablesni ishlatganda chuqur percent belgisining orasiga olasiz. Percent CS IDL aslidagi tari, ondan font deydi, interni bastık. Ma'nın da hazır sistemidan chiqmadi. Demek bu belge hazır miqdorlar sistemaga qachilanmabdi. Lekin men agar hozir echo andimiyaga percent OS deb bassam, demek meniki sistemamniki o'zi Windows NT. Ne Windows'niki Tor nusxasi, masalan echo mega username. Hozirgi ishlatuvchining ismini deb men chiqarib degan deb bassam, mana Selenium Master deb chiqarib berdi. Demek siz Windows mashinada nurg'unlagan shu sistema miqdorlarini ko'rasiz. Bu sistem miqdorlarininki hammasini bilib olishingiz zaruriyati yo'q. Buningda siz bilishga tegishli bir necha miqdorlar bor. Ondan shu miqdorlarni qanday tekshirishni, miqdorlarni qanday o'zgartirishni bilishingiz kerak. Men tuvanda sizga shu ko'p ishlatiladigan bir necha miqdorni tushuntirib o'taman. Ondan agar siz sistemaga ma'lum miqdorni qo'shaman desangiz, qanday qilasiz shuni tushuntirib o'taman. Bu bizningki Windows 10 sistemasida ko'p uchraydigan miqdorlarnikini men hozir tuvanda sizga tushuntirib o'tay. Ya'ni ko'p uchraydigan sistema ham ishlatuvchiga oid miqdorlar. Miqdorlar deganni variables deb olamiz. Yoki buni o'zgaruvchi miqdorlar desang bo'ldi. Explanations o'zi tushuntirishdan gap. Birinchisi system root. Ya'ni siz sistemaga qachilangan programniki qaysi o'ringa qachilanganligini bilmoqchi bo'lsangiz, masalan, men yoqdan hozir men echo deb bosdim, ondan mana system root deb bassam, ko'rib turibsiz, meniki sistemam cpanning ichidagi Windows qachilangan.
Mesela bu mundarjini açıp biz cpanni ko'rib boqaylik. Mana dal shu bizniki Windows qaçlangan sisteminiki o'sha o'rni shu Windows. Hamda ikkinchisi WinDir'ning o'zi Windows qaçlangan sisteminiki o'rnini ko'rsatib turdi. Bu yuqori o'xshash. Masalan, echo yega WinDir deb bassak, mana cpanning astiga Windows deb chiqib berdi. Odatda sistem işletilgan bir neçe işletkiçi oldu. Mesela bu yaktan Windows'niki start menu, yani başlama degan mundarja. Mesela men açsak hozir, menikida birla Selenium Master degan işletkiçi bor ekan. Agar boshqa işletkiçi olib qolsa, har bir işletkiçiga xos material saqlangan o'rin bo'ldi. Mesela ashni qaysi o'rin saqlangandi deb bilmoqchi bo'lsangiz, mesela echo all user profile deb mana bastık. Xatolab qapti. All users ekan. Demak, shu barliq ishlatuvchilarniki materiali C diskining ichidagi program data degan mundarjaga saqlanadi ekan. Masalan, home pass degan ko'rib boqili. Masalan, har bir ishlatuvchiniki mundarjasi qaysi? Buni men sizga tushuntiray. Home pass degan ishlatuvchiniki mundarjasi. Masalan, buni biz echo yoki home pass deb basdik. Mana meniki mundarja, hozir C users degan mundarja, bunisiga Selenium Master degan gap. Bunda olsa hozirgi shu kompyuterning ishlatuvchilarining ismini topaqaylik. Masalan, echo kim u hozirgi bu kompyuterni ishlatgan deb qilsak, username. Mana Selenium Master, chunki bu yoqdan ko'rib turibsiz, hozirgi sistemga kirgan hisobot, ya'ni account Selenium Master. Endi bu OS degan qaysi mashg'ulot sistemasi? Masalan, echo OS deb basdik. Shu Windows NT sistemasi. Ondan sistemaga qaçlangan, masalan, Java programmasi bo'lgan bo'lsa, Java'niki qaysi mundarjaga qaçlanganligini ko'rmoqchi bo'lsangiz, masalan, echo yoki Java home deb bassangiz, demak Java'niki o'zi shu C panninki, C diskininki program files Java JDK degan mundarjaga saqlangan bo'ladi. Ondan pass, hozir mana bes boqaylik, echo pass deb. Buni aytdi jihnasini ko'rdingiz. Demak hozir masalan abayqi biz Python'ninki qaysi nusxasi borligini ko'rdik. Albatta Python'ninki shu nusxasining uchuri shu C diskininki Python 27 degan mundarjaga kelgan. Demak sistemaga biz uchur qaçlaganda nurg'unlagan uchurlar shu sisteminiki muhit miqdorlari sutida saqlanadi. Ondan sistemaning muhit miqdorlarini tekshirganda siz echo degan buyruqni ishlatib, % belgisi orqali har bir muhit miqdorlarini bassangiz, shuniki qiymati chiqib turadi. Men yana bir qatim takrorlab o'tay. Windows 10 environment variables degan shu Windows 10 sistemadagi muhit miqdorlari. Buniki 3 xil tip bo'ladi. İşletkichi ham sistemaga xos miqdorlar, ishlatkichiga xos miqdorlar, sistemaga xos miqdorlar. Odatda nurg'unlagan shu Windows miqdorlari bo'ladi. Siz uning hammasini bilishingizdagi zaruriyat yo'q. Faqat ko'p bilish tegishlikdan system root, ya'ni sistemning mundarjasi, WinDir, Windows system mundarjasi, all users profile, barliq ishlatuvchilar uchun o'rtaq bo'lgan material saqlangan mundarja, home pass, ishlatuvchiniki mundarjasi, temp, sisteminiki vaqtliq mundarjasi, username, shu sistemning ishlatuvchining ismi, OS, ya'ni mashg'ulot sistemasi, pass, sistemaga qaçlangan bir qism programlarniki ijro bo'lish uchun belgilab qo'yilgan mundarja o'rni, Java home, ya'ni Java programmasidagi qaçlangan o'rni. Undaq bo'lsa, siz shu sisteminiki ba'zi miqdorni
o'zgartmoqchi yoki bo'lmasa yangidan siz miqdor qo'shmoqchi. Buning uchun qanday qilamiz? Buning uchun biz Windows'niki muhit miqdorlarini o'zgartiramiz. Buning eng oddiy usuli bu type here to search degan, ya'ni bu yerga besib izlayan degan gap. Mishalda biz oddiy qilib Windows environment variables deb bassak, bu sistemadan bu C web result'ini tordan chiqaramiz deydi. Yoki bo'lmasa bunun bu yerdan aniq chiqmay qolib qolsa, eng oddiysi bu this PC deganda bu mouse'niki o'ng tarafini cheksiniz, bu yerda properties, ya'ni xosligi chiqadi. Xosligi chiqqandan keyin hozirgi sesimni ko'rib turibsiz, mening sesimning uchlari chiqdi. Bu yerdan hozir advanced system settings, ya'ni Windows sistemasininki alayda saplanishi degan ma'ni etib, bassangiz bu yerda mana environment variables deb ko'rasiz. Environment variablesni chekkandan keyin mana ko'rib turibsiz. ABQ Java Home degan dal mushak uchirishi. Ya'ni system variable. Bu sistemaga xos bo'lgan uchurlar, batib o'tgan sistemaga xos miqdorlar, ishlatuvchi xos miqdorlar, ishlatuvchi ham sistemaga xos miqdorlar. Masalan, bu temp deganni hozir besib boqaylik. Bunda masalan mundarjiniki vaqtlikni. Masalan, bu yerdan echo temp deb bassam, mana ko'rib turibsiz. Dal mush mundarjaga o'xshash. Masalan, C my users selenium master and app data local temp. Demak, mana chiqib berdi. Agar hozir masalan bu driver data deganni besib boqay. Masalan, echo neqtiki driver data deb bassam, dal mana C Windows System 32 driver data chiqib berdi. Demak, siz mushu orqali tekshirlaysiz. Ondan mushadan hozir hammasi sistemaga program qachilganda mushu uchurlar avtomatik holda qachilandi. Agar avtomatik holda qachilanmasa, u chog'da biz qanday qilamiz? Buning usuli nihoyatda oson. Misol uchun siz sistemaga bir program qachildingiz. U qachilgan programninki o'rnini siz o'zgartmoqchi. Yoki qachilgan programninki shu sistem miqdorini qo'shmoqchi. Buning uchun pass deganni tanlab, edit deganni takrorlayman degan gap. Mana bassangiz, mana butun shu program chiqadi. Siz shu o'ringa yana bir programni new qilib, bu yerga qassangiz bo'ldi. Yoki bo'lmasa, asliki bo'lgan o'chirman desangiz, bu edit degan takrorlash, vaqti ma'lum birini tanlab o'chirasiz bo'ldi. Lekin esingiz tursin, agar siz 100% o'zingizniki nima ish qilmoqchi bo'lganligingizni yoki nima ish qilayotganligingizni bilmasangiz, bu uchun o'zgartmang. Chunki ma'lum uchun o'zgarsangiz, sizniki sistemaniki ba'zi sistemaga xos bo'lgan mundarjini buzib qo'yishingiz mumkin. Shundan sistemangiz qo'zg'almasligi mumkin. ABQ basqan Java Home degan shu Java'niki mundarj. Demak, shu mundarjiga sistemaga xos bo'lgan nurg'un uchurlar chiqadi. Masalan, vaqtlik mundarji, Windows'niki mundarjisi, boshqa uchurlar. Agar yangidan bir sistema miqdorini qo'shmoqchi bo'lsangiz, bu yerdan new deb bassangiz bo'ldi. Basgandan keyin variable name deydi. Bu yerga bir sistemani kirgizsiz, uchurni. Ondan bu yerga directory deydi. Misol uchun hozir bu yerga men my folder deb kirgizib qo'yay. Masalan, my folder degan meniki mundarjam deb. Yoki buni uyg'urchasini bo'laverdi. Masalan, mening yoki bo'lmasa mundarja deb yozsaq bo'ldi. Odat ko'rib turibsiz, ko'pincha biz cho'ngarib yozamiz. Masalan, mundarja deb yozdik. Unda buning qiymatiga, misol uchun biz xohlagancha masalan, yoki mundarjani ko'rma deganga,
Mesela xalqan birini qilib qo'ysak bo'ldi. Mesela browser direktoriga mana qilib qo'yaylik. Hozircha shu darajani qilib turli. Ondan mega OK'ni bosib muqimlashtiramiz. Mesela hozir ondan OK'ni qilib bes baqay. Hozir ekran qarab turing. Mesela bu yerga men echo ondan mundarija deb bossam mana hozir mana chiqmadi. Chunki men sistemini qaytadan qo'zg'atishim kerak. Masalan, bu yerdan hozir bes baqili environment variable mundarija mana dal mushu. Chunki siz Windows sistemida sisteminiki shu sistem miqdorini o'zgartgandan keyin chuqum odatda siz sistemni qaytadan qo'zg'atasiz. Qaytadan qo'zg'atgandan keyin andin mushu uchurlar sisteminiki ichki saqlovchi saqlandi. Keyin qatam siz ijro qilsangiz uningki qiymatini ko'ra olasiz. Shunday qilib bugungi soat darsimizda sizga intayin muhim bo'lgan bir uchur environment variables'ni tunishtirib o'tdim. Siz shu environment variables degan uqumni keyin programlar jarayonida ko'p uchratasiz.